Bozorda bo'lgan shumkani ahvolini sizlarga bitta ko'rsatib ketaman. Aytaman, bozorda ko'p shumka bo'lyapti deyishini qaranglar, qarang. Nima bu? Nima bu ahvol? Yopishmagan-ku. Qaranglar. Mana chang ustidan shumkani yopishtirib qo'yishgan. Chang ustidan yopishgan bu shumkalar. Begodan yopishtirishmagan. Kirlosini mana shunaqa joyda. Polni miyadina qilib. Qancha aylangan bu? Mashinamizning probegida ozgina kam ko'sti bor. O'z kalotkasidan, orqa kalotkasidan aytibdi. Probeg bor. Keling, qani motor ichidan ko'rib ko'ramiz sizlar. Qani, o'z bilamiz qancha yurgan. Motor ichidan ham bilsa bo'ladi. Tak yomon emas, lekin tozalanibdi. Mashina o'tgan yilda juda ham ehtiyot bo'linglar. Motor holatidan ko'rasizlar. Motoringlarni yudirayotganingizda ximikat hech qachon septirmanglar. Ximikat septirsanglar, holati mana bunaqa bo'lib ketadi. Xunuk bo'lib yotadi. Mashina o'tganingizda juda ham ehtiyot bo'lasizlar. Lekin shunchasi bor ekan.